Bugun men juda og'riqli, lekin har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Qarz sabab qariyalarni, ota-onalarni, buvi-buvalarni o'z uyidan chiqarib yuborish holatlari. Bu gap faqat kimdir kredit olgan ekan degan oddiy masala emas. Bu yerda uy-joy, meros, kafillik, sud qarori, majburiy ijro, notarial hujjat, firibgarlik va eng muhimi insonning boshpanasiz qolib ketish xavfi bor. Shuning uchun bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki bugun aytiladigan ma'lumot sizning ota-onangizga, farzandingizga, qo'shningizga yoki o'zingizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Men sizdan darhol iltimos qilaman. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va hayotiy mavzularni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p oila xatodan saqlanadi. Endi esa masalaning o'ziga o'tamiz. Avval odamlar qarz masalasini ko'proq og'zaki hal qilardi. Masalan, bir qarindosh boshqasidan pul olardi. 2 oyda qaytaraman derdi. Guvohlar bo'lardi, bo'lmasa ham uyat anjish sabab qaytarishga harakat qilardi. Uy, joy masalasiga esa ko'p hollarda ehtiyotkorlik bilan qaralardi. Ota-onaning uyi ota uy, ona uy, barchamizning panohimiz deb ko'rilardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Kreditlar ko'paydi, mikroqarzlar ko'paydi. Onlayn ilovalar orqali qarz olish osonlashdi. Foizlar, jarimalar, penya, sud xarajatlari, ijro xarajatlari qo'shilib, kichkina qarz ham katta summaga aylanib ketishi mumkin. Eng xavflisi, ayrim odamlar o'zlari qarz oladi. Lekin garovga ota-onasining uyini qo'yadi yoki qariya odamni kafillikka imzo qo'ydiradi yoki uy hujjatini notariusda boshqa shakllarda rasmiylashtirib yuboradi. Qariya kishi esa ko'pincha hujjatning asl mazmunini tushunmaydi. Bolamga yordam bo'lay, faqat imzo qo'yib berar ekanman. Kafillik hech narsa emas ekan deb o'ylaydi. Aslida esa hujjatga imzo qo'yish oddiy rasmiyatchilik emas. Imzo bu majburiyat, garov bu xavf, kafillik bu qarzdor to'lamasa siz to'laysiz degani. Uy-joyni oldi sotdi qilish, hadya qilish yoki ishonchnoma berish esa ba'zan qariyaning o'z uyidan ajralishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Ayniqsa yoshi katta odamlar hech qachon hujjatga shoshilib imzo qo'ymasligi kerak. Asosiy qism 1 nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Birinchi muhim savol. Qarz uchun odamni uyidan chiqarib yuborish mumkinmi? Javob oddiy emas. Har qanday qarz uchun darhol kelib odamni uydan haydab yuborishmaydi. Buning uchun odatda huquqiy jarayon bo'lishi kerak. Qarz majburiyati bo'ladi. Qarz qaytarilmaydi. Kreditor sudga murojaat qiladi. Sud qaror chiqaradi. Qaror kuchga kiradi. Keyin majburiy ijro organlari ish boshlaydi. Agar uy garovda bo'lsa yoki qarzni undirish uchun mulkka qaratish qonuniy asosga ega bo'lsa, shunda uy bilan bog'liq jiddiy xavf paydo bo'ladi. Birinchi holat, qariya ota o'g'liga kredit olish uchun kafil bo'ladi. Masalan, o'g'il 1 million so'm kredit oladi. Bank kafil kerak deydi. Ota bolam to'laydi-ku deb imzo qo'yadi. O'g'il 5-6 oy to'laydi, keyin ishsiz qoladi, kredit to'xtaydi. Qarzdorlik 1 milliondan 95 millionga chiqadi. Chunki foiz, penya, jarima qo'shiladi. Bank sudga beradi. Sud faqat o'g'ildan emas, kafil bo'lgan otadan ham undirish haqida qaror chiqarishi mumkin. Shunda otaning pensiya kartasiga, mol-mulkiga, hisob raqamlariga cheklov tushishi ehtimoli bor. Ota men pulni olmaganman-ku desa ham kafil sifatida javobgarlik olgan bo'ladi. Mana shu narsani odamlar ko'p tushunmaydi. Ikkinchi holat, uy garovga qo'yiladi. Masalan, oilada bir xonadon bor, uyning egasi ona. Farzand tadbirkorlik qilmoqchi bo'ladi. 200 million so'm kredit olmoqchi. Bank yoki boshqa tashkilot garov talab qiladi. Ona o'z uyini garovga qo'yishga rozi bo'ladi. Kredit qaytmasa garovdagi uy sud va ijro tartibida sotilishi xavfi bor. Bu yerda qariyaning men shu uyda yashayman, mening boshqa joyim yo'q, men onaman degan holati insoniy jihatdan juda muhim, lekin hujjat bo'yicha garov berilgan bo'lsa, xavf juda katta bo'ladi. Shuning uchun garovga qo'yilayotgan uy yagona turar joy bo'lsa, 1000 marta o'ylash kerak. Uchinchi holat, firibgarlik yoki aldov orqali hujjat qildirish. Masalan, nabira buvisiga buvi, men kommunal to'lovlarni to'lashim uchun ishonchnoma kerak dedi. Aslida esa keng vakolatli ishonchnoma olib, uy bilan bog'liq bitimlar qilish imkoniga ega bo'ladi. Yoki bu hadya shunchaki rasmiy narsa. Uy baribir sizniki bo'lib qoladi deb uyini o'z nomiga o'tkazib oladi. Keyin qarzga botadi yoki uyini sotadi. Bu esa keyin biladi. Uy allaqachon boshqa odam nomida. Bunday holatda sudga murojaat qilish mumkin. Lekin isbot masalasi qiyin bo'ladi. Qariya aldanganini, hujjat mazmunini tushunmaganini, bosim bo'lganini isbotlash kerak bo'ladi. 4-holat meros va ulush masalasi. Masalan, ota vafot etgan, uy onaning nomida emas, meros ochilgan.
Farzandlardan biri o'z ulushini talab qiladi. Qolganlar onamiz shu uyda yashayapti deydi. Ulush egasi esa sud orqali o'z ulushini ajratishni yoki pul ko'rinishida berishni talab qilishi mumkin. Agar oila kelisha olmasa, uy sotilishi, pul ulushlarga bo'linishi kabi xavfli jarayonlar yuzaga keladi. Bu ham ko'pincha qariyalarning uydan ayrilishiga sabab bo'ladigan nizolardan biridir. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi, yana garovga qo'yganlar. Ikkinchidan, kimlargadir kafil bo'lganlar. Uchinchidan, notariusda qandaydir hujjatga imzo qo'ygan, lekin mazmunini to'liq tushunmagan qariyalar. To'rtinchidan, farzandlari katta kredit olgan, qarzlari ko'paygan. Uy hujjatlari esa ota-ona qo'lida yoki ota-ona nomida bo'lgan oilalar. Beshinchidan, uyda bir necha merosxo'r bo'lib, hujjatlar tartibga solinmagan oilalar. Kimlar nisbatan xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech kimga kafil bo'lmagan bo'lsangiz, uyingizni garovga qo'ymagan bo'lsangiz, uyni sotish, hadya qilish, shonchnoma berish kabi hujjatlarga imzo qo'ymagan bo'lsangiz, faqat farzandingizning shaxsiy qarzi borligi uchun sizning uyingizni avtomatik olib qo'yishmaydi. Farzand qarzdor bo'lsa, ota-onaning mulki farzandniki hisoblanmaydi. Lekin agar farzand o'sha uyda ulushga ega bo'lsa yoki uy hujjatlarida uning nomi bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Misol bilan tushuntiraman. Agar o'g'il 1 million so'm qarz bo'lsa, lekin uy onaning nomida bo'lsa, ona kafil bo'lmagan bo'lsa, uy garovda bo'lmasa, kreditor kelib o'g'lingizning qarzi uchun uyingizni bo'shating deyishga haqli emas. Bunday gaplar ko'pincha qo'rqitish uchun aytiladi. Lekin agar o'g'il uyning irg'ixi ulush egasi bo'lsa, unda kreditor sud orqali o'g'ilning ulushiga nisbatan talab qo'yishga urinishi mumkin. Bu esa oilaga katta muammo keltiradi. Yana bir misol, qariya ayol 2 million so'm mikroqarz olgan, to'lay olmagan. Qarzi jarimalar bilan 5 million bo'lgan. Bunday holatda uning uyini darhol sotish haqida gapirish odatda mutanosib bo'lmasligi mumkin. Chunki qarz summasi va mulk qiymati orasida katta farq bor. Ammo ijro jarayonida pensiya karti, boshqa daromadlar bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kichik qarzni ham e'tiborsiz qoldirish kerak emas. Mayli o'zi yo'qolib ketadi deb yurish qarzni kattalashtiradi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat yagona uy masalasi. Ko'pchilik agar uyim yagona bo'lsa, hech kim tegolmaydi deb o'ylaydi. Bu fikr hamma holatda ham to'g'ri emas. Agar uy garovga qo'yilmagan bo'lsa, ayrim hollarda yagona turar joyni undirish masalasi cheklangan bo'lishi mumkin. Lekin agar siz aynan o'sha uyni garov sifatida ko'rsatib, hujjatga imzo qo'ygan bo'lsangiz, bu mening yagona uyim degan vaj har doim ham himoya qilib bera olmaydi. Garovning ma'nosi shuki, qarz qaytmasa, kreditor shu mulk hisobidan pulini undirishni talab qiladi. Ikkinchi nozik jihat, kafil bilan guvohni adashtirmang. Guvoh degani faqat men ko'rdim degani bo'lishi mumkin. Kafil esa qarzdor to'lamasa men to'layman degani. Ba'zi odamlar bankda yoki qarz shartnomasida shunchaki guvoh sifatida imzo qo'ydim deb o'ylaydi. Lekin hujjatda kafil, birgalikda javobgar, solidar javobgarlik kabi so'zlar bo'lsa, bu juda jiddiy. Qariya odam ko'zoynaksiz shoshilib xodim ko'rsatgan joyga imzo qo'yib yuborsa, keyin muammo katta bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma. Ishonchnoma berish uy sotildi degani emas. Lekin u boshqa odamga sizning nomingizdan harakat qilish vakolatini beradi. Agar ishonchnomada sotish, garovga qo'yish, pul olish, shartnoma tuzish, bank ishlari, sudda vakillik qilish kabi keng vakolatlar yozilgan bo'lsa, bu juda xavfli. Men har doim maslahat beraman. Ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, faqat aniq maqsad uchun, aniq muddatga, aniq vakolat bilan bering. Masalan, faqat kadastr hujjatini olish uchun, faqat kommunal tashkilotga murojaat qilish uchun. Barcha mulkimni boshqarish huquqi bilan degan keng hujjat qariyalar uchun juda xavfli. To'rtinchi nozik jihat, hadya shartnomasi. Ota-ona uyini farzandiga hadya qiladi. Baribir bolamniki bo'ladi deydi. Lekin hadya qilingandan keyin uy egasi o'zgaradi. Ertaga farzand qarzga kirsa, ajrashsa, vafot etsa, boshqa merosxo'rlar chiqsa, uy atrofida katta nizo paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi ota-onalar hadya qilgandan keyin o'z uyida mehmon kabi qolib ketadi. Farzandining turmush o'rtog'i yoki boshqa qarindoshlar bu uy endi bizniki deb bosim qilishi mumkin. Shuning uchun hadya qilishdan oldin yashash huquqi, umr bo'yi foydalanish sharti, boshqa huquqiy kafolatlar haqida mutaxassis bilan maslahatlashish zarur. 5-nozik jihat, og'zaki qarz. Tilxat yozmaganman, demak qarz yo'q yoki tilxat bo'lmasa hech narsa qila olmaydi deb o'ylash ham noto'g'ri. Pul o'tkazmalari, SMS yozishmalar, audio guvohlar, bank ilovalari orqali tasdiqlar
sudda dalil sifatida ko'rilishi mumkin. Aksincha, qariya odam ham birovga pul bergan bo'lsa, hujjatsiz bergani uchun keyin pulini qaytarib olishda qiynaladi. Demak, qarz masalasida hujjat ikki tomonni ham himoya qiladi. 6-nozik jihat qo'rqitish. Ayrim undiruvchilar yoki qarz bergan shaxslar qariyalarni qo'rqitadi. Hozir uyingizni olib qo'yamiz. Militsiya bilan kelamiz. Ko'chaga chiqaramiz, farzandingizni qamatamiz. Men aniq aytaman, hech kim sud qarorisiz, qonuniy tartibsiz kelib sizni uyingizdan haydab chiqarishga haqli emas. Majburiy ijro ham o'z tartibiga ega. Agar kimdir uyga bostirib kirsa, tahdid qilsa, qichqirsa, buyumlarni olib chiqsa, bu alohida huquqbuzarlik bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak. 7-nozik jihat pensiyadan ushlab qolish. Qariyalar ko'pincha uyimni olib qo'yishmasa bo'ldi deydi. Lekin qarz bo'yicha pensiya kartasidan ushlab qolishlar boshlanishi mumkin. Bu ham og'ir, chunki pensiya dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov uchun kerak. Agar ushlab qolish miqdori haddan tashqari og'ir bo'lsa, ijro organiga ariza berib, holatingizni tushuntirish, kasallik, dori xarajatlari qaramog'ingizdagi shaxslar borligini ko'rsatish kerak. Har bir vaziyat alohida ko'riladi, lekin jim turish yordam bermaydi. Endi eng kerakli qism, agar siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga tushgan bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Uy kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, garov shartnomasi bo'lsa, garov hujjati, kredit shartnomasi, kafillik shartnomasi, sud qarori, ijro varaqasi, majburiy ijrodan kelgan xatlar, bankdan kelgan ogohlantirishlar, tilxatlar, pul o'tkazmalari, SMS yozishmalar, hammasini alohida papkaga soling. Ko'pchilik xatni yirtib tashlaydi yoki yashirib qo'yadi. Bu katta xato. Hujjatni ko'rmasdan hech kim sizga to'g'ri maslahat bera olmaydi. Ikkinchi qadam, uy kimning nomida ekanini aniqlang. Kadastrdan ma'lumot oling. Uy faqat qariyaning nomidami? Farzandlarda ulush bormi? Meros rasmiylashtirilganmi? Garov belgisi bormi? Taqiq bormi? Bularni bilish kerak. Ba'zi odamlar uy onamning nomida deb yuradi, tekshirilsa. Uy allaqachon boshqa odamga o'tgan yoki garovda bo'ladi. Uchinchi qadam, hech narsaga shoshilib imzo qo'ymang. Agar bank qarz beruvchi, qarindosh, undiruvchi, hatto tanish notarius ham tezroq imzo qo'ying, keyin tushuntiramiz desa, to'xtang. Hujjat nusxasini oling, o'qing, tushunmasangiz huquqshunosga ko'rsating. Qariya odamga siz tushunmaysiz, men bilaman deb bosim qilishsa, bu xavfli signal. 4-qadam, sud qarori bor yo'qligini tekshiring. Kimdir sud bo'ldi, uyingiz ketdi desa, undan hujjat so'rang. Qaysi sud, qachon, qanday qaror? Qaror kuchga kirganmi? Sizga chaqiruv kelganmi? Agar siz suddan bexabar qolgan bo'lsangiz, ayrim holatlarda shikoyat qilish, muddatni tiklash, qarorni qayta ko'rib chiqishni so'rash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Lekin muddatlar muhim. Kechikmang. 5-qadam, majburiy ijro organiga yozma murojaat qiling. Agar ijro ishi ochilgan bo'lsa, ijrochidan ijro ishi materiallari bilan tanishishni so'rang. Qarzdorlik summasini aniqlang. Nimalarga taqiq qo'yilganini biling. Agar qariya og'ir kasal bo'lsa, yagona daromadi pensiya bo'lsa, qaramog'ida nogiron yoki voyaga yetmagan shaxs bo'lsa, bularni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Og'zaki yig'lab borishdan ko'ra yozma ariza kuchliroq. 6-qadam, prokuratura, ichki ishlar, mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishdan tortinmang. Agar qariyaga bosim bo'lsa, uydan chiqarib yuborish bilan tahdid qilinsa, hujjatga majburlab imzo qo'ydirilgan bo'lsa, firibgarlik alomatlari bo'lsa, buni oilaviy masala deb yopib qo'ymang. Ayniqsa yolg'iz qariyalar, nogironligi bor shaxslar, og'ir kasallar himoyaga muhtoj. Mahalla dalolatnoma tuzishi, ijtimoiy holatni tasdiqlashi, tegishli organlarga xat berishi mumkin. 7-qadam, agar garovdagi uy bo'yicha muammo bo'lsa, bank bilan muzokara qiling. Ko'pchilik bankdan yashirinadi, telefonni ko'tarmaydi, xatga javob bermaydi. Bu qarzni yo'q qilmaydi, aksincha vaziyatni og'irlashtiradi. Bankka yozma ariza bilan murojaat qilib, restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini o'zgartirish, penya va jarimalarni kamaytirish, qarzni bosqichma-bosqich yopish takliflarini so'rash mumkin. Har doim ijobiy javob bo'lmasligi mumkin, lekin harakat qilish kerak. 8-qadam, qarindoshlar o'rtasida yozma kelishuv qiling. Masalan, farzand ota-onaning uyini garovga qo'yib kredit olmoqchi bo'lsa, men to'layman degan og'zaki va'da yetarli emas. Oilaviy kengash qiling, risklarni yozing. Kim qancha to'laydi, to'lanmasa nima bo'ladi? Ota-onaning yashash huquqi qanday saqlanadi? Bularni oldindan muhokama qiling.
Aslida men qariyalarga bunday tavakkalga bo'lmaslikni maslahat beraman. Farzandga yordam berish boshqa, o'z boshpanangizni xavf ostiga qo'yish boshqa. 9-qadam qariya nomidagi telefon raqami, bank kartasi, elektron imzo va pasport ma'lumotlarini himoya qiling. Hozir ko'p qarzlar onlayn olinadi. Kimdir buvasining telefonini olib, SMS kod orqali mikroqarz rasmiylashtirishi, karta ochishi, ilovaga kirishi mumkin. Bu juda xavfli. Qariya odamning telefoniga kelgan kodni hech kimga aytmaslik kerak. Kod keldi, ayting, men tekshirib qo'yay degan gapga ishonmang. SMS kod bu kalit. 10-qadam bolalarga ham tushuntiring. Chunki ba'zan muammo faqat qarzdor farzanda emas, balki butun oilaning moliyaviy savodsizligida bo'ladi. Kredit olishdan oldin daromad hisoblanmaydi, foiz tushunilmaydi, kechikish oqibati bilib olinmaydi. Keyin esa eng zaif odam, ya'ni qariya ota-ona jabrlanadi. Oila ichida ochiq gaplashish kerak. Kimning qarzi bor, qancha qaysi muddatda to'lanadi, uy hujjatlari qayerda, kim kafil bo'lgan. Men yana bir muhim narsani aytaman. Agar qariya allaqachon uydan chiqarib yuborilgan bo'lsa, darhol dalil to'plang. Qachon chiqarildi, kim chiqardi, qanday tahdid bo'ldi, buyumlar qayerga qo'yildi, guvohlar kim, video yoki audio bormi, mahalla raisi yoki profilaktika inspektori chaqirilganmi? Shundan keyin ichki ishlar organlariga, sudga, prokuraturaga va kerak bo'lsa advokatga murojaat qiling. Uyat bo'ladi deb jim tursangiz, keyin huquqni tiklash qiyinlashadi. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Qarz o'z-o'zidan qariyani uydan chiqarib yuborishga asos bo'lavermaydi. Lekin garov, kafillik, hadya, ishonchnoma, merosdagi ulush va sud qarori bo'lsa, xavf juda jiddiy bo'ladi. Shuning uchun har bir hujjatni o'qib, tushunib, maslahat olib imzolash kerak. Ayniqsa ota-onalarimizni shunchaki imzo degan gap bilan katta xavfga qo'ymasligimiz shart. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qarz kimniki edi? Uy kimning nomida edi? Qanday bosim bo'ldi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi qariyalarga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video bir oilani boshpanasiz qolishdan saqlab qolishi mumkin.